Mana bu qo'yganimiz buni sindirib o'zini holatiga qaytib qolaveradi. Sinmaydi. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Naves Sus kanalining obunachilari. Mana navbatdagi Navesimizni Samarqandga o'rnatib berdik. Navesimizni razmerlari eniga 6 metr, balandligi 7 metr, uzunasi 11 metr bo'lgan. Monolit Naves bu. Materiallari ham qalin. Ko'rishingiz mumkin. 8 ga 6 profillardan orasiga 1.8 lik listlarni lazerda chiqarib qo'yib berganmiz. Hop, buni narxlariga keladigan bo'lsak, 650 mingdan kvadrati fasoniga qarab farqi o'zgaradi lazerliklarniki. Buni ustiga yana mana bu qo'yganimiz buni sindirib o'zini holatiga qaytib qolaveradi. Sinmaydi. Boshqa bo'lmaydi. Xudo xolasa, zavod bunga 15 yildan 20 yilgacha garantiyasini beryapti. Hop. Agar sizga ham Naves kerak bo'lsa, bemalol mana raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Hamma narsasi ichida bo'ladi. Materiallari ham, tepasiga yopadigan leksan, magnetlari ham hammasi kvadratga chekilib ketadi. Yaramgan.